Impuls brendidan original svarchna apparatlarimiz Qo'qon shahrida joylashgan svarka apparatlar do'konimizga yetib keldi. Bugungi video obzorlarimizda shu svarchna apparatlarimiz haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Video davomida apparatlarimizning ishlash jarayonlarini ham ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Impuls brendidan professionalniy elektrod eritishga mo'ljallangan svarchna apparatlarimiz 400 amperlik variantlarda bo'ladi. Pastoylarga ishlaydigan variantda 140-150 volt toklarga ham bemalol ishlayverishga mo'ljallangan. Elektrod nechilikgacha eritadi degan akalarimiz uchun elektrodlarimizni 5 likgacha bo'lgan variantlarini juda ham sifatli hollarda eritib quyib berishga mo'ljallangan. 8 ta konditsatorli bo'ladi. Ichki sxemalari ham juda ham mustahkam qilib ishlab chiqarilgan. Apparatlarimizni 24 soat tindirmasdan ishlatadigan bo'lsalaring ham qizib ketmaydi. Ishxona, korxona, ustaxona birorta ishlab chiqarishga olib ishlatsa bo'ladigan svarchna apparatlarimizdan bittasi 1 yilgacha garantiyalari mavjud bo'ladi. O'zini forsaj rejimlaridan elektrod funksiyalarini bemalol legirovkalarini qilib foydalansalaring bo'laveradi. O'zini komplektidan massa kabellari, elektrodni derjaklari originalidan bo'ladi. O'zini shotkalari, tasmalari hamda o'zini maskalari chiqadi. Apparatlarimizga kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, video tagida nomerlarimizni qoldiryapmiz. Aloqaga chiqib, zakaz beradigan bo'lsalaring 12 ta viloyat bo'ylab dastavka xizmatlarimiz mavjud bo'ladi. Apparatlarimizning ishlash jarayonlari video burchagida bo'ladi. Ko'rib bemalol baho berishlaring mumkin. Kimga shunaqa apparatlardan kerak bo'ladigan bo'lsa, do'konimizdan kelib yoki zakaz qilib xarid qilsalaring bo'laveradi. E'tiborlaring uchun kattakon rahmat.